Do'zaxga kirish ikki turda bo'ladi. Do'zaxga kirish ikki turda bo'ladi. Abadiy muddatga kirish va uzoq muddatga kirish. Yagona Allohga ibodat qilgan inson, Allohdan o'zga iloh yo'qligiga va Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning elchisi va bandasi deb iymon keltirib, shunda vafot etgan inson, bizning zamonimizda bo'lsin yoki Nabiy alayhisalom zamonidami, muvahhid inson do'zaxga kirmaydi. Hech bir muvahhid do'zaxga kirmaydi. Faqatgina kofir inson do'zaxda abadiy qoladi. Ammo musulmon holida katta gunohlar qilganlar, gunohlar turli bo'ladi. Masalan, kichkina gunohlar bor. Bu gunohlardan Alloh taolo kechirib yuboradi, hatto tavba qilinmasa ham. Agar qaytarilgan narsalarning kattalaridan chetda bo'lsangiz, gunohlaringizni kechiramiz va sizni yaxshi joyga kiritamiz. Alloh bu gunohlarni kechirib yuboradi, ularga tavba qilinmasa ham. Lekin katta gunohlar esa, ular Allohning xohishi ostida bo'ladi. Va ularning ba'zi turlari, ularning orasida ham yengilroqlari bor, shiddatlilari bor va shiddatlilardan ham eng shiddatlilari bor. Shuning uchun Nabiy alayhisalom aytadilar: 7 dahshatli gunohlardan chetlaninglar. Mana shu 7 gunohlar eng ashaddiy katta gunohlardan. Demak, gunohlar ham shiddati bo'yicha har xil turlarga bo'linadi. Agar shunday bir gunohlar bo'lsa-ki, ularni qilganlarga nisbatan do'zax bilan tahdid qilingan bo'lsa, mana shular gunohlarning eng kattalari bo'ladi. Mana shu gunohlar uni do'zaxga olib kiradi. Masalan, hadisda aytilishicha, kim zahar ichsa, u uning qo'lida bo'ladi va do'zaxda ham uni ichadi va u do'zaxda kirib u yerda qoladi. Va ba'zi rivoyatlarda u do'zaxga kirib u yerda doimo qoladi qo'shimchasi bilan kelgan. Bunda u do'zaxda juda ham uzoq muddatga qolib ketishini anglatadi. U yerda abadiy qolib ketishini anglatmaydi. Jahannamda kofirlardan tashqari hech kim abadiy qolmaydi.